Diqqat, ajoyib xushxabar. Prezident farmoni hozirgina e'lon qilindi. 1-yanvardan boshlab barchasi o'zgaradi. Barcha O'zbekiston fuqarolari tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, 1-yanvardan kambag'al oilalar farzandlari davlat bog'chalariga imtiyozli asosda qabul qilinadi. Qonunchilikka ko'ra, kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish dasturida kambag'al oilalar farzandlari davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga imtiyozli asosda qabul qilinadi. 2025-yil 1-yanvardan kambag'al oilalar farzandlari davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga imtiyozli asosda, 2025-2026 yil o'quv yillarida kambag'al oilalar farzandlari davlat oliy ta'lim muassasalari talabalar turar joylaridagi yashash xarajatlari davlat budjeti hisobidan qoplab beriladi. 2025-yildan El-yurt umidi jamg'armasi tomonidan kambag'al oilalarning farzandlari uchun alohida kvotalar ham ajratiladi. Shuningdek, Xalq banki mikrokredit bank birlashgan rahbarlari xulosasi asosida kambag'al oilalarga noutbuk sotib olish uchun 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan garovsiz va foizsiz qarzlar ajratiladi. Tadbirkorlik faoliyatini boshqarish uchun qiymati 30 million so'mgacha bo'lgan kichik ishlab chiqarish uskunalarini, ko'chma do'konlar, fast food, motokultivator, skuter va shu kabi boshqa asosiy vositalarni sotib olish uchun 5 yil muddatga bo'lib to'lash sharti bilan garovsiz va foizsiz qarzlar ajratiladi, deyiladi xabarda. Azizlar, ushbu xabarimiz keng tarqalib barcha fuqarolarga ham yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.